to'xtang, tormiz. Nima tormiz? Siz tormiz, bering tormiz. Voy. Mana. Ana qizni ko'ryapsizmi? Qarang, mashinasi buzilib qopti. Mana hozir jentelmenligingizni ko'rsatadigan vaqtingiz. Tushing, tuzatib beramiz. Ustasiz. Shoshvonma. Odamdan yaxshilik qoladi, Sirochika. Kechirasiz, yaxshi qiz. Yordam kerak emasmi? Garchi qancha oshiqlaring bo'lsa ham mendek sevolmas. Ko'ngil istar bir o'zingni boshqa o'rning bosolmas. Yozay desam ojiz qalam ta'rifingiz Aptekachi singlimku, radnoyim. Radnoyim, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yuring, ketamiz. Qoch. Men jentelmenman, yordam berishim kerak. Menga joydari bola yoqadi, jentelmenlik yoqmaydi. Yuring, ketaylik. Sizni menga Xudo yetkazdi. Mashinam buzilib qoldi, qarang. Xudo meni ham yetkazdi bularni olib ketishim uchun. Bizda buni to'g'rilab beradigan. Qani qochingchi? Ketayotganda o'zidan o'zi o'chib qoldi. Yaxshi ham keldinglar, opa. Opa? Qatta opa ko'rasiz? Men sizdan kichkina bo'lsam kerak. Nima jahl qilyapsiz? Asabam ketibdi. Ketibdi. Nima ketibdi? Shlank uzilib ketibdi. Ular boshqatdan qo'yib yuborish kerak. To'g'rilaydi. Nima qilmoq hozir? Ko'p gapiryapsiz. Kulutchi. Nima bu? Ключ? Qaysi biri ключ? Men ruskoязычный qizman. Ruschada ключ bo'ladi bu. Ey, ключ. Buni motorga nima aloqasi bor? Motorga tiqib buraymanmi? Nima buni? Rus tilida ключ bo'ladi. Xafa bo'lmang, opa hayajonlanyapti. Yana opa deydi-ya. Sizdan bo'la qoling, mashina yoqib qoldimi yoki? Shunday bo'pti. Siz gapirmang, hammasi sizni bo'yapti o'zi. Tinchgina yashab yurdik. Qayerdan qoldi hayotimizda? Mana hayot o'zingizlar kirib keldinglar, yordam kerakmi deb. Boshqa yo'lda buzilsa bo'lmaydi ishiniz. Ammo har kun yuradi yo'lim uzr, lekin keyin Sirdaryoda aylanib o'taman, bo'ladimi? Qashqadaryoda aylanib o'ting, xo'pmi? Yoki Surxondaryoda? Bo'pti, suv bering. To'g'rilaylik. Hozir. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Men tushunmadim sizlarni. Voy, Ko'tar kapot. Hayolimdamidi? Jinnimisan sen? Qizlarga qarash ko'rsatmasiz siz. Qanaqa qizlarga qarash? Hayolimda bo'lsa ham qaramaysiz. Tush oldimga. Bo'ldi, haydoring mashinangizni to'g'rilab. rahmat. Ey, hamma yonni rasvo qilding. Esku, hayolimda bo'lsa qarasiz. Voy tavba. Faqat shu qilishni qarashchilarmi? Hamma qizlar shunaqami?